Ovsin, charchab qolmayapsizmi? Arzimagan ish qilib, shunday uyda tekin-tomo bo'lib yashayaptilar-yu. Nima charchiydilar? Nima deganinglar bu? Bu uyda sizlar ham kelin, men ham kelinman. To'g'ri, hammamiz kelinmiz. Lekin bizani erimiz bor. Eringiz o'lganidan keyin nima qilasiz katta uyga tiqilib yashab? Bu nima deganingiz? Erim o'lgan bo'lsa ham chirog'ini yoqib o'tiradigan farzandlarim bor. Menga qarang kerak. O'shalar gapini eshitdim. Odamda ozgina bet bo'lish kerak. Bu nima deganingiz? Kene, akam to'g'ri aytayaptilar. Qachongacha mana shu yashamoqsiz? Bularga gapirganinglar bilan foydasi yo'q. Foydasi bo'lganda shu paytgacha yashirmidi? Betdan bezlashib ketgandi o'zi. Hamma narsani boshlayotgan sensan. Mayli, men ketaman. Shu farzandimni uvoli tutsin sani. Taqdir yo'la chigal, taqdir yo'la og'ir. Nigora? Nigoraga nima bo'ldi? Nigora? 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 Nigoraga nima bo'ldi? Opajon, kechga qoldingiz, o'zini muxosi ko'mib kelishdi. Nigora yaxshi ayol edilar. Esiz. Janozasiga yetib kela olmadim. Nigora o'zi yeriga to'ymasdi. Tovutiga ozgina turpo tashib bormoqchi edim. Ulgurmadim.